Assalamu alaykum hörmətli görmənlər. Uyğur Axbarat Mərkəzinin bugünkü xəbərlər proqramımıza xoş gəldiniz. Bugün çarşamba. Tövəndə diqqətlə xəbərlərimizin təfsilatı bolsun. Uyğur Project Fondi 2022 yıl dekabrda, 2023 yıl 9 ayda İstanbulda 20 leksiya 2023 degan bir fəaliyyət ötküzüşni qarar qilgan bo'lib, muhacirat yaşayotgan Uyğur ziyolilarning bu fəaliyyət uchun maqola taqdim qilishga chaqirgan. Bu chaqiriq 100 betikdə ijtimoiy aloqa to'plari va Erkin Sidiqning 2 haftada bir qatim chiqaradigan videosi orqali keng tarqatilgan bo'lib, uqtirishga tövəndiki moddalar kirgizilgan. Birinchi, bu fəaliyyətdən bugünkü davrda chet ellarda yashayotgan bir qism Uyğur ziyolilarning millatni tarbiyalash va yetaklash jihatidagi aqliy kuchining namoyandasi vujudga keltirildi. Ikkinchi, maqola Uyg'urlar navbatda duch kelgan masala va tahdidlar, ularning kelib chiqish sabablari va ularni hal qilishning chora-tadbirlarini mazmun qiladi. Uchinchi, o'z yozgan maqoladan boshqa tillardagi Uyg'urga foydali bo'lgan danglik kitoblarning mazmuni asosida tayyorlangan maqolalar qabul qilindi. To'rtinchi, maqolada o'z ismini emas taxallus ishlatsin bo'ladi. Beshinchi, tanlangan maqolalarning to'plami bir kitob qilib nashr qilindi hamda u kitob yozuvchilarga, baholash gruppasi a'zolariga, tahrirlarga va leksiya faoliyati kelgan qarindoshlarga haqsiz tarqatildi. 6. Kitobga leksiyaga kelmaydigan avtorlar yozgan ammo baholashdan o'tgan maqolalar kirgizildi. 7. Maqolaning uzunligi 5 betdan 20 betgacha bo'ladi. Uyghur Project Fondi chiqargan shartlar bo'yicha yozuvchilar eng oldi bilan berilgan vaqt muddati ichida o'zi tanlagan temalarning qisqacha mazmunini yozib avatgan. Tayyorlangan qisqacha mazmuni baholashdan o'tgan yozuvchilarga to'liq maqolani yozish uqtirish avatilgan. To'liq maqolani topshirishga vaqt muddati belgilangan. Baholash gruppasi to'liq maqolalarni qaytadan tekshirib, layoqatli bo'lganlarini qabul qilgan. Zarur bo'lganda maqolalarga o'zgartirish yoki to'liqlash takliflari berilgan. Shu asosda 37 nafar yozuvchi tayyorlagan 44 parcha maqola rasmiy holda tanlanib, kitobga kirgizilgan. Xitoy Xinhua xabar torining 8-ayning 23-kundagi xabarda deyilishicha, atalmish Xinjiang Madaniyat va sayohat ministerligi bilan Xinjiang Uyg'ur Abdumuraylik xalq hukumati birlikda uyushtirgan madaniyat marosimlari ko'rgazmasi 23-avgust Aqsu shahrida ochilgan. Bu ko'rgazmada Xitoyning 19 o'lka va shahar, atalmish Xinjiang ishlab chiqarish va qurilish jamiyati Pingtuan va Sharq Turkistondagi 14 viloyat va shaharda kelgan 383 maros egasi va 330 maros buyumlari ko'rgazma qatnashtirilgan. Xitoy hukumati bu faoliyatni fursat sifatida qo'llanib, atalmish Xinjiang yordam beradigan o'lka va shaharlar bilan madaniyat almashtirishni kuchaytirib, atalmish Xinjiangning madaniyat marosimlarini tanishtirib, uzun muddatlik tinchlik va muqimlikqa puxta asos solib va mushuning o'xshash har xil faoliyatlarni ko'plab o'tkazish orqali Xitoy davlat ichi va sirtidagi davlatlar bilan o'zaro fikr almashtirish qurib, atalmish Xinjiangning haqiqiy tarixiy, madaniyati va san'atini davlat ichi va sirtidagi davlatlarga keng tashviq qilib, atalmish Xinjiang xalqining hozirgi baxtli turmushini texmi mukammal namoyon qilish orqali bir qism chet el taratqularning Xitoyning atalmish Xinjiang siyosati to'g'risidagi ig'vo va tuhmatlarga qarshi unumli zarba bermoqchi ekanligini ifoda qilgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.